Voy olmasam nimaga o'g'ilmas qiz tug'ildi deb bir oy ichib radomdan olib chiqqani bormay janjal qiluvdi. Endi qiz to'rdi, bola becharalar yerda aylanib ketdi. Qaysi birlarman diyorga pashsha rasmi chizdilar. Yana chizaman ular. Sizlar rasm chizsa deb uyqirib qo'yganman. Indamasa mana peshonamga ham chizasizlar, ha? Yana qaytib chizgandan ko'rsam daddalang chiqaraman. Quriy ko'ngil. Qizim burnim qichib ketdi. Ejim turing. Xo'p, qizim, faqat asabiylashmang. Men chizaverim mana. Jonim, hayotim, shirinim. Dadajon! Jonim qizim, ketdik osmonga o'taman. O'zim aytdim bu taxtadan qanday bunday shirin gaplar chiqib qoldi deb. Dadajon, meni yaxshi ko'rasizmi yo oyimnimi? Voy, qaniysi seni yaxshi ko'raman, qizim. Men seni toshon ozodan yaxshi ko'raman. Mana ikkida og'zidan ko'zingga ko'rsataman seni. Qochishcha bitta yurakdan rab ber, juram chanchib qoldi. Tinchlikmi bir qarindoshimiz o'tib qolibdi. Yo'q, mana tilla qizimda ikkita tish tushib qolibdi. To'nim o'zim. Men tomdan tomonlab ketganimda paro qilmagan odam ikkita tishga asa tutib o'tiribdi. Qoch chaqatingda kelyapti, yoradi hozir. Qoch hammang. O'lay deb to'talagan yurra soqibsizlar. Shuni nima deyman hozir hammangni? Qo'yurmasangiz hozir telefoningizni sindiraman. Asrlarga telefonda almashaman. Faqat bunisi qoladi. Faqat qiz kerakmi? Mana o'g'illaringiz kerak emasmi? O'g'lim uylanguncha o'g'lim, qizim o'lguncha qizim. Ayang buni tanamasa ham, qizim seni dadang tuqqanda. Bilaman. Dada, birovim zerib ketdi. Yana bitta qiz tug'ib bering. Nima?